Esinglarda bo'lsa, o'tgan yil ukamga mashina hadya qilganimda lichkamga juda ko'p savol kelgandi. Faqat aka-ukamsizlar degan. Yo'q. O'rtada singlim bor. Singlim hech qachon mashinaga qiziqmagan. Lekin vaqt ayovsiz deydi-ku. Onamlarni kuzatsam, singlimni ko'p sog'inishni boshladilar. Singlimni kuzatsam, onamni sog'inishni boshladi. Xullas, mashinaga qiziqtirishni boshladim singlimni. Maqsad mashina haydashni o'rgansa, onamlarni aylantirib ko'proq vaqt o'tkazib, sog'inganlarida kelib tursa. Singlim, agar pravo olsang, senga mashina hadya qilaman dedi. Oradan vaqt o'tib, mana o'tgan hafta singlim xursand pravo oldi o'zini kuchi bilan. Keyin so'radim singlimdan. Endi qanaqa mashina olib beray desam, aka, har doim Nexia 3 orzu qilganman, avtomat korobka dedi. Xo'p dedimda, uyga qaytdimda akani qalbi bilan o'ylab qarasam, Nexia 3 olib bersam bo'ladi. Lekin otamdan keyin singlim menga suyanib qolganda, katta farzandman. Otadek bo'lishim kerak. Lekin otamni qalbi bilan, otamni o'y fikri bilan o'ylasam, singlimga Nexia 3 kam ekan. Hozir salonga boramanda yaxshi bitta 10x olib beraman singlimga. Xo'sh, to'lovlarni qildik. Dokumentlarni, cheklarni oldik. Xudo xohlasa, po dogovoru noyabr oxirigacha mashinamiz chiqishi kerak. Singlimni hali o'sha xabari yo'q. Kutamiz endi. Mana do'stlar, bugun 28-noyabr juma kuni Sirdaryo AES servis saloniga keldik. Toychog'imiz chiqdi, xudo xolasa, marhamat. Nega bunaqa rang tanladingiz desangiz, akasini mashinasi ham xuddi shunaqa rang, ukasiniki ham xuddi shunaqa rang. Onamlar quvonadilar. Farzandlarimiz bir xil rangda yuribdi. Qani. Voy, hidlarni qara. Birinchi marta 10x ga o'tirishim egasiga yoqsa bo'ldi. Mana shunaqa kun har bir akaga, ukaga nasib qilsin. Opaga, singilga nasib qilsin. Meni fikrimcha, mulk bo'lishish uchun beriladi-da. Bo'lishilgan mulk to'lishar ekan. Ahamiyati yo'q nima hadya qilishimizni. Kimni qo'lidan nima kelsa hadya qilsin. Ayniqsa bosh farzand bo'lib, otadan keyin yurgan akalarga maslahat berardim. Singillarimiz bizni otadek ko'radi, suyanib qoladi. Ana o'shanda otani ko'zi bilan qarab, siylay rahim qilib turishlari maslahat beraman. Egasiga topshiramiz. Hisob sen to'liqdi deydi-yu, polniy bakni beraylik. Mazaq xumordan chiqsin 95 to'ldirib beramiz. Yetib ham kelib oldik endi. Kalitini egasiga topshiramiz. Tilingda Nexia 3 so'rabsan-da singlim. Dilingda undan ham yaxshirog'i bo'lgan ekan. Mana shu sanga shu mashina. Yaxshi kunlaringni haydab yurgin. Faqat bitta iltimos. Faqat bitta iltimos. Bizniki degan, hech meniki demagan, bu oilangniki, хорошо? Mana o'tirchi mashinangga. Yig'lamagin hech qachon, kulib yur doim singlim.